bevafo. Uning shafqatsiz charxpalagi ostida hatto go'zallik ham qurbon bo'ladi. Yo'q, go'zallik nomsiz ketmaydi. U kishilar qalbida abadiy yashab qoladi. Xonandaning qisqagina hayot yo'li katta bir dovonni zabt etdi. Qo'shiqlari muxlislari xonadonida mangulikka yangrayveradi. Uning nomini unutmoq qiyin. Judolikni eslash esa undan-da og'ir. Umr unga bevafolik qildi. Xonandaning aytilmagan nidolari shogirdlari xonishida aks etishi shubhasiz. Kaftek sahnadan shod o'tmoq darkor. Cho'qqiga chiqqandek odim va odim. Men o'z hayotimdan roziman ming bor, lekin rozimikan mendan hayotim? Dunyo bevafo. Uning shafqatsiz charxpalagi ostida hatto go'zallik ham qurbon bo'ladi. Yo'q, go'zallik nomsiz ketmaydi. U kishilar qalbida abadiy yashab qoladi. Qo'shiqlari muxlislari xonadonida mangulikka yangrayveradi. Uning nomini unutmoq qiyin. Judolikni eslash esa undan-da og'ir. Umr unga bevafolik qildi. Xonandaning aytilmagan nidolari shogirdlari xonishida aks etishi shubhasiz. Ha, u yana kuylayapti. Uning jozibador qo'shiqlari yana xonadonlarimizda. Aziz muxlislar, Nur studiyasi sizlarga ushbu o'lmas qo'shiqlarini xotira sifatida taqdim etadi. Siz tani sog'lar, bemorlardan hol so'rang. Siz tani sog'lar, bemorlardan hol so'rang. Sog' yurib kayfi chog'lar, bemorlardan hol so'rang. Sog' yurib kayfi chog'lar, bemorlardan hol so'rang. Dek ochilib so'lmang, nagah hasratga to'lmang. Ulardek xasta bo'lmang, bemorlardan hol so'rang. Ulardek xasta bo'lmang, bemorlardan hol so'rang. Bemorlardan hol so'rang. Tonglari bedor otgan, boshi yostiqqa botgan, tanglari bedor otgan, boshi yostiqqa botgan, ishga qarab yotgan, bemorlardan hol so'rang. Ishga qarab yotgan, bemorlardan hol so'rang. Bemorlardan hol so'rang. Siz tani sog'lar, bemorlardan hol so'rang. Sog' yurib kayfi chog'lar, bemorlardan hol so'rang. İki non, bas yetsa fursat imkon. Bir bosh uzun ikki non, bas yetsa fursat imkon. Taskin topar intig'jon, bemorlardan hol so'rang. Dunyo tor keng mayli, emas balki teng mayli. Savob uchun deng mayli,
bemorlardan hol so'rang. Savob uchun deng mayli, bemorlardan hol so'rang. Sog'liq qadriga yeting, har dam shukrona eting. Vaqt topib kelib keting, bemorlardan hol so'rang. Vaqt topib kelib keting, bemorlardan hol so'rang. Dildek ochilib so'lmang, nagah hasratga to'lmang. Ulardek xasta bo'lmang, bemorlardan hol so'rang. Ey siz tani sog'lar, bemorlardan hol so'rang. Ey siz tani sog'lar, bemorlardan hol so'rang. Bemorlardan hol so'rang. Bemorlardan hol so'rang. Shunday vafosi yo'q dunyodir. Dardlarga bir davosi yo'q dunyodir. Dunyo shunday vafosi yo'q dunyodir. Dardlarga bir davosi yo'q dunyodir. Gohda goh piyoda o'tdingiz, nurli nurli jilos yo'q dunyodir. Gohda goh piyoda o'tdingiz, nurli nurli jilos yo'q dunyodir. Bo'lar baland tushgan sor burgutsizcha bo'lar. Dunyo ko'rgan bir yigitsizcha bo'lar. Baland tushgan sor burgutsizcha bo'lar. Omadni ham ofatni ham ko'rdingiz, ko'z yoshlari sel bulutsizcha bo'lar. Gohda goh piyoda o'tdingiz, nurli nurli jilos yo'q dunyodir. Ardoqlab asrab, muxlis degan minglab ko'z tumor berdi. San'at ichra sizni ardoqlab asrab, muxlis degan minglab ko'z tumor berdi. Dunyo shunday birda yoz birda ayoz.
shunday birda yoz birda ayoz borliklari zorliklari jo'ravoz san'at ichra o'tdi aziz umringiz shu sababdan nomingiz topdi e'zoz goh otda goh piyoda o'tdingiz nurli nurli jilos yo'q dunyodir Assalomu alaykum. Inson zo'r san'at asarini ko'rganda yoki tinglaganda ijodkorning mahoratiga qoyil qolib, otangga rahmat deb olqishlab qo'ysa kerak. Yaxshi san'atkor ham xalq ardog'ida bo'lganligidan, uning hurmatiga sazovor bo'lganligidan yonib, jo'shib ijod qiladi. Bugun biz sizga hikoya qilmoqchi bo'lgan san'atkorimiz xalqimiz hurmatiga sazovor bo'lgan marhum Sidiqjon Mahmudov haqida. Men seni shunchalar yonib sevgandim. Sevgini senga ham o'rgatmoqchi. O'zimni o'ylamay seni degandim. Endi ne qilurman aziz yulduzim. O'zimni o'ylamay seni degandim. Endi ne qilurman aziz yulduzim. Yulduzim, 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 yulduzim. O'zining shirali ovozi bilan el og'ziga tushgan san'atkor Sidiqjon Mahmudov 1965-yil 7-fevral kuni Qo'qon shahar Kalvak mahallasi, hozirgi Amir Umarxon ko'chasida Mirza Akbar Mahmudovlar oilasida tavallud topgan. Onasi Mo'tabarxon aya 3 o'g'il va 4 qizni dunyoga keltirgan. Sidiqjon Mahmudov dastlab shahardagi 13-o'rta maktabda, keyinchalik bilim yurtida tahsil oldi. San'atga bo'lgan ishtiyoq Sidiqjon Mahmudovda bolaligidan boshlab sezilgan. Uni yoshligidan bilganlar buni juda yaxshi eslashadi. Sidiqjon maktabda o'qib yurgan paytda o'zidan tug'ma bo'lib, shu dadam rahmatlik olib kelib, taxtalardan rubob qilib qo'shiq aytishga harakat qilganda, dadam rahmatlik rubob olib berganlar. Keyin meni o'g'lim san'atga qiziqibdi deb dadam shunga ruxsat berganlar. Keyin Sidiqjon shu bahona o'sha ashula aytishga o'rganib ketgan. O'zidan otilib chiqqan. O'zidan shu qanday desam, mikrofonsiz shunday hofiz bo'lganki, mikrofonsiz aytgan. Shunaqa ovozi jaranglab chiqardiki, dadam rahmatlik umuman o'g'illarning ovozini o'zlari taniy olmay qo'yganlar. Voy balam, endi sen haqiqatan ham hofiz bo'lar ekansan deb sharoit yaratib berganlar. Endi Sidiq akam Mahmudov san'atga qo'shgan hissalari, san'atkorlarga bergan, o'zlaridan qoldirgan meroslari qo'shiqchilikda bugun kunda aytsak, yosh sevishganlarda qalb iztirobi Sidiq akamchalik barq urmas edi. Endi u davrlarda
qo'shiqlar mumtoz qo'shiqchilikka, klassik qo'shiqlarga bog'langan davr edi. Siz akam shunda demak, mana bilishim bo'yicha bu siz akamning yoshlari 14-15 bo'lgan shunda. Mana boring 16 bo'lgandir. Siz akam yosh o'sha muhabbatga to'lgan qalbni istirobini siz akam birinchilardan bo'lib ko'rsatishgan. Bugun kunga kelib yoshlarda qo'shiqchilikdagi istirobi, hijron azobi, ularda o'zini muhabbatidagi g'alayoni siz akam ijrolarida keyingilarga o'tdi. Biz ham o'ylardikki, qo'shiqchilikda bu istiroblar bunday berilmaydi deb o'ylardik. Siz akam bizga shuni o'rgatdilarki, muhabbatga to'lgan qalbda avjiz shunday bo'ladi. Uni hijroni bunday bo'ladi, uni yig'lashi bunday bo'ladi deb shularni bizga ko'rsatib ketishdi. Demak, yosh ijrochilarda qo'shiqchilikdagi mahoratni rivojlantirib ketishdi. Yulduzim, 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 yulduzim. Sidiqjon Mahmudov san'atda o'zini namoyish etgan ilk yillardanoq o'z yo'li, o'z ovoziga ega ekanligini ko'rsatdi. Bejizga san'at yo'lini tanlamagani, bu sirli olamda o'zining aytar so'zi, ohangi borligini isbotladi. O'sha paytlardan to hozirgacha san'at pillapoyalaridan tetapoya qilib chiqib, mashhurlik darajasiga erishgan bir guruh Qo'qon va atrof tuman deparalari xonanda, hofizlariga ustozlik qilgan. Ba'zilariga aynan, ba'zilariga g'oyibona. 1988-yillar maktabda o'qirdik hali u paytlar biz. 9-sinf 9ni bitirgan mahallarimiz. O'sha paytdagi o'sha butun boshli bir albomda juda ko'p qo'shiqlar meni yodimda qolgan. Endi kimdan so'rasangiz Sidiq Mahmudov desa, hamma Majnun Toldek, boshginagini egmagin jonim, bir ayol bo'l, nurli shu qo'shiqda o'ylasa, lekin menda o'sha davrdan katta yodgorlik bo'lib, otda yurganimdan senga ne zarar, yo piyoda qolsam senga qanday naf, soyadek ergashib shom ila sahar, nechun o'z holimga qo'ymaysan ergab. Keyin sen quyoshlar o'lkasidan kelgan yulduzsan. Shu bitta albomda ichida juda deyarli hamma qo'shiq, masalan, o'sha paytda juda ko'p ustozlarni butun albomlarini yodlab ulg'aydik. Juda ko'p, masalan, qo'shiqchilar albomlariga murojaat qilsak, bitta albomdan vaqt kelsa bitta yo ikkita qo'shiq yo uchta qo'shiq bizga qalbimizga kirib qolar, esimizda qolar, lekin mana shu ilk albomimda u balki ikkinchi albomimda, xullas o'sha mahalla Sidiqcha deb nom chiqqandagi albom bizni Sidiq Mahmudov bilan tanishtirgan. Shu g'oyibona biz Farg'onada yashaymiz. Qo'qondan bir Sidiq ismli ashulachi chiqibdi deb albom kasetalari qo'lma-qo'l bo'lgan mahal. Qo'shiqlarni aytib yurdik. Bir insonga bir yaxshi kayfiyat ulashish ham bir ilohiy ne'mat deb bilaman. Bu ilohiy bir his tuyg'ulardan biri bu san'at. San'atda bizni kasbda ham ko'pchilik necha yillab ijodlar qilgan, lekin 300 ta 400 talab qo'shiq aytgan san'atkorlar ham shu bir qaysidir qo'shig'im bilan xalqi yuragiga kirib boraman deb orzu niyat qiladi. Lekin o'sha qilingan 500 ta 600 ta qo'shig'i ichida hech qaysi bir xalqi yuragiga kirib bormasligi mumkin. Men aytmoqchi bo'lganimki, mana biz ustoz san'atkor deb bilamiz Sidiq aka Mahmudov va Vodiy bulbuli deb tarqalgan biz yoshligimizda o'sha bitta dona qo'shiqlari bilan, o'sha nurli qo'shiqlari bilan hamma yoqni bir san'at olamini bir qimirlatib qo'yganlar. O'sha qo'shiq bilan bularning ijodlariga o'shandan keyin biz endi o'quvchi edik, qiziqib
juda ham ko'p qo'shiqlarni eshitib, butun respublikamiz san'atkorlari yuragidan joy olganlar. Undan tashqari o'zlarini kamtarinliklari, bir soddaliklari, bir haqiqiy insonparvarliklari bilan yuragimizdan joy olganlar. Bir suhbatda ham bo'lish nasib qilgan, biz hamkasb sifatida. Bir kuni Musoxon akani ofislariga kelib kirganimda Musoxon akam bir inson bilan gaplashib o'tirishgan ekan. Kelib o'tirib ancha gaplashib o'tirdik. U inson bilan tanishtirmasdan oldin ancha gaplashib, ular Abdurashidlar, men aka deb, keyin oxiri biz Sidiqbek Mahmudov bo'ladilar deb Musoxon akam tanishtirdilar. Albatta, keyin Musoxon akam bilan o'sha tanishtirganlardan keyin juda ham ko'plab studiyada birga bo'ldik, ular qo'shiqlar tayyorladilar, birga gaplashib, ko'p yozayotgan qo'shiqlarning ustida o'sha nima deydi, bilmaganlarimizdan shu insondan o'rgandik. Muomalalari, ularning kamtarliklari, san'atkorlarga o'rnak bo'ladigan jihatlari juda ham ko'p inson edi. 1979-yili biznikida to'y bo'ldi hovlimizda. Shu to'yga mahalladagilar Sidiqjon akani mehmon qilib olib kelishdi yigitlar. Men yosh bola edim u paytlari. Eshitib yurardim Sidiqjon akani qo'shiq aytib yurganlarini eshitib yurardim, lekin ko'rmagan edim. To'yga olib kelishdi. Ikkita qo'shiq aytishdi to'yda. Bilasizmi, shunaqangi to'yxona fayzli bo'lib ketdiki, men o'sha yerda dilimga tugib qo'ydim. Katta bo'lsam, Sidiqjon akaga shogird bo'laman. 1982-yili uylariga bordim. Ustozimizni yonlariga mana o'zim akam yetalab borishgan. Akam bilan ikkovlari do'st bo'lishgan. o'n 15 yashar yigit bo'lganman. 85-yillari. Shu 85-yildan bir 4-5 ta shogirdlar ustamizdan shu qo'shiqchilikda sirlarni o'rganishni boshladik. Bir haftada o'zlarining ishlari ko'p bo'lishiga qaramay, bir haftada bir kunni bizga ajratishgandi. Haftani har payshanba kuni borib repetitsiya qilinardi. Shogirdlar yig'ilib hammamiz ustozimiz o'zlari qo'shiq sirlarini o'rgatishgan bizga. Avvalo bizni ustoz san'atkorimiz, ustozimiz Sidiq aka Mahmudov bizni yoshligimizni, bizni bolaligimizni eng yorqin kunlarini qo'shiq ijrochisi. Biz Sidiq akamiz ovozlarida katta bo'lgan avlodmiz. Biz yoshligimizdan Sidiq aka bilan uchrashdi. U odamni hech bo'lmaganda uzoqdan bir ko'rib qo'yishni orzu qilganmiz. Shu orzular davrida qo'shnimiz Tohirjon Mahkamov tavsiyasi bilan bundan demak 24 yil avval Sidiq aka Mahmudov bir uchrashuvga meni taklif qilishdi. Keyin ustoz chaqiryaptilar ekan degan gapni eshitib, kechasi bilan uxlamasdan tayyorgarlik ko'rib ustoz bilan uchrashdik. Shunda menga birinchi aytgan gaplari, sen qattiq ishlagin, qattiq harakat qilgin, sendan yaxshi ishlar chiqadi deydi. Keyin men uyga kelib ayamlarga, dadamlarga Sidiq aka Mahmudov shuna dedilar. Sen qattiq ishlasang yaxshi bo'ladi deydi. Desam, hech kim ishonmadi. Endi bugungilikka kelib aytamanki, demak bolani tug'ilganidan keyin birinchi qadamini qo'yishda ham ota-onaning roli qancha muhim bo'lsa, san'atda birinchi qadam qo'yishda ustozlarning ham roli muhim. Endi bizni san'at olamiga kirishimizda, san'atda yurib ketishimizda avvalo Sidiq aka Mahmudovning mehnati, hissasi juda katta. Bizga aytardilar, falon joyda xizmatda men borgin. O'sha to'yxonaga borardik. Endi yosh balaman u paytlari. To'yni eng e'tiborli vaqtida
kelin-kuyov kelgandan keyin bir ikkita qo'shiq bo'ladi, yaxshi qo'shiqlar. Shundan keyin bizni chiqarishardi xalqqa tanitish uchun. Xullas, bizni elga tanilishimizda ustozimizning hissalari juda katta. Afsus, umrlari qisqa ekan. Aka-ukalarga, opa-singillariga, kinnoyimga, jiyanlarimga sabr toqat tilayman. Oxiratlari obod bo'lsin. Biz shogirdlar qo'limizdan kelganicha ustozimiz qo'shiqlarini davom ettirishga harakat qilamiz. Bugungi kunda o'sha kunlarni eslaydigan bo'lsak, o'sha sizlar akam bilan yurgan davrimda qo'shiq nima, to'y nima, odamlarning oldida qo'shiq aytish nima, she'riyat nima, she'riyat bilan qo'shiqchilikning orasidagi ko'prik nima, nola nima, dard nima. Bularda hammasi sekin-asta o'zimiz bilmagan holda bizga o'tdi. Keyin sizlar akam bilan yurgan davrimda bugunga kelib o'sha orqaga nazar tashab bo'lgan voqealarni eslasam, u bizni oladigan davrimiz bo'lgan ekan. Agar qayerdan suv ichgan bo'lsa, shuni ta'sirida katta bo'ladi-ku daraxt. Bizi bugungi kundagi ijodimiz, bugungi kundagi ishlarimizda o'sha kunlarda hissasi bor. Endi men ko'p shogirdlari qatori, mana sizlar akam eng yaxshi shogirdlari Ravshanjon aka Mirzayev bo'lsalar, men ham shularning qatorida eng yaqin shogirdlardan deb hisoblayman o'zimni. Endi biz yaxshi shogird, yaxshi davomchi, yaxshi avlod bo'ldik. Sababi sizlar akamning oxirgi kunlarigacha bizni hamkorligimiz uzilmadi. Mana Toshkent kelib, Toshkentda ijodimizda ham sizlar akamga ko'plab qo'shiqlar yozdik. Mana shu studiyada oxirgi qo'shiqlargacha yozganmiz. Endi yillarki o'sha uzilish bo'lmadi. Biz hamma vaqt endi deyarli har haftada bir marta uchrashgan bo'lsak bordir, lekin uzilish bo'lmadi. Bizga nima maslahat kerak bo'lsa, bizdan nima xizmat bo'ladigan bo'lsa, sizlar akam bilan oxirgi kungacha birga ishladik. Endi bizni avlodga, hozirgi yoshlarga sizlar akamni qoldirgan eng yaxshi bir meroslari deymiz. Har odam o'tgandan keyin uni meros haqida odamlar gapiradigan bo'lsa, sizlar akam bizga har qanday odam qattiq ishlab, she'riyatga oshno bo'lsa, qo'shiq yozishi mumkin degan yo'lni ko'rsatdilar. Sizlar akamgacha men qo'shiq yozish nimaligini bilmas edim. Men armiyada xirgoyi qilib yurgan qo'shig'imni armiyadan kelganimdan keyin Tohir Mahkamov sizlar akamga shunaqa qo'shinim bir qo'shiq yozib eshitib ko'ring deyishganida sizlar akamga aytib berdim. Men unda hech narsa borligini ham bilmas edim. Bu qo'shiqning yaxshi yomonligi haqida ham hech narsaga aqlim yetmas edi. Shunda sizlar akam uni avjularini joyiga qo'yib, yo'llarini, nolalarini joyiga qo'yib, uni bir shakl holatiga olib kelishdi. Keyin o'zlari ijro etishdi. Keyin menga qo'shiq bunday bo'ladi. Boshlanish bunday bo'ladi, o'rta parda, avjidan qaytish, shularni o'rgatishdi. Endi mana bugungi kunda nimaiki yaxshi ishlar bo'layotgan bo'lsa, bu ishlarda albatta sizlar akam Mahmudovni, Jo'rabek aka Matsayev, bularda hammalarining xizmatlari katta. Uni inkor qilib bo'lmaydi. Biz mana shu san'atni olinishimizga ustozimizning xizmatlari nihoyatda katta deb o'ylayman men. Biz shu Sidiqbek Mahmudovni shogirdi bo'lib tanilganmiz. Sidiqjon Mahmudov baxtli oilaning boshi edi. Turmush o'rtog'i Gulnoraxon bilan 3 nafar farzandni voyaga yetkazishdi. 2 qizini uzatib, shiringina nevaralarining bobosi bo'lgan edi. Afsuski kenja farzandining baxtini ko'rish nasib etmagan ekan. Taqdir, qismat oldida barchamiz ojizmiz.
ekan o'zi bir kam. Seni eslash menga baxt erkam. Ko'z o'ngimdan ketmassan sira. Qancha yillar o'tgan bo'lsa ham ko'z o'ngimdan ketmassan sira. Qancha yillar o'tgan bo'lsa Astakam yo'qotish bizga juda ham qattiq zarba bo'ldi. Hali ham kuni ko'rmayapman. Biz 27 yil juda ham baxtli hayot kechirdik. 3 ta qiz farzandimiz bor. Hech qachon o'g'lim yo'q deb nolimasdilar. Sensiz umrim baxtli o'tmadi. Muhabbatim qalbdan o'chmadi. Qizlarini onam deb erkalatishardi. Hech ko'pga qizlarini ishonmasdilar. Mana bitta ayol kishi havas qiladigan hayotda, turmushda yashadik. Men baxtli yashadim. Uchta qizni otasi edilar. Mana ikkita qizimizni uzatdik. Ikkita nabirani opaqisi edilar. Juda ham oilaparvar, kamtarin inson edilar. Men ularni qaysi hislatlarini aytishga tilim yo'q. Men dadajonim dunyodagi eng yaxshi ota edilar. Bitta farzand uchun qanaqa ota bo'lish kerak bo'lsa, uni ortig'i bilan juda ham yaxshi ota bo'ldilar. Menga faqat ota bo'lib emas, meni ham do'stim, ham maslahatchim, mehribon ota. Men uchun bir olam edilar dadajonim. Men dadajonim hayotli paytlarida ertak davrida yashagandek yashadim. Qiyin ekan otasizlik. Men uni hech kimga ravo ko'rmayman. Men shunday shu she'rim bor edi. Akajonim haqlar edi. Ota-onamdan yodgorim, sog'inchimning cheki yo'q. Har digarim o'rni bo'lak, ne qilay sizdek yo'q. Sog'inganda yuzlaringiz, yurak bag'rim ezilar. Akajonim mahshargohda didor kuni cho'zilar. So'zli kamtar ham suyangan tog'imni gavharlarga alishmasman. Bir ko'rsam didorini yig'lay qolmadi yosh. Shirin so'z mehribonim, bu dunyoda o'rni bo'lak armonim akajon. Ko'z o'ngimdan ketmassan sira. Qancha yillar o'tgan bo'lsa ham, qancha yillar o'tgan bo'lsa ham, qancha yillar o'tgan bo'lsa ham. Sidiqjon Mahmudov mustaqillikka erishgan dastlabki yillarimizda, aniqrog'i 1993-yilda Toshkent shahrida o'tkazilgan Kamolot 93 Respublika ko'rik tanlovida bosh sovrin Grand Prixni qo'lga kiritgan. Bir guruh taniqli xonandalar ichida ushbu sovrinni egallash ham o'sha paytlar anchayin shov-shuvga sabab bo'lgan. Sanoqli san'atkorlargagina nasib etgan maxsus nominatsiya Manzur soz sohibi ham Sidiqjon Mahmudovga nasib etgan. Xalqimizning sevimli san'atkori, xalqimizni qalbidan o'z qo'shiqlari bilan chuqur o'rin olgan san'atkorimiz Sidiqbek Mahmudovni yo'qotib qo'yganligimiz biz san'at ahliga juda katta yo'qotish bo'ldi. Qolaversa biz Sidiqbek bilan 1985-yillardan beri qadrdon edik. Juda ko'p konsert dasturlarida, xalqimizning to'y hashamlarida birga bo'lgan edik.
Poytaxtda konsert berish hozirgacha ko'pchilik san'atkorlar uchun orzu. Sidiqjon Mahmudov mustaqillikka erishganimizdan so'ng 1993-yilda qo'qonlik xonandalar ichida birinchilardan bo'lib Alpomish saroyida konsert qo'ygandi. 1990-yili ilgari Xalqlar do'stligi saroyi deyiladi, hozir Istiqlol saroyi deyilyapti. Shu Istiqlol saroyida gala konsertda birga konsertda ishtirok qilganmiz. 1990-yili. Shunda juda xalqning olqishlari bilan ikkita qo'shiq aytuvdilar. Nurli Nurli va Gap. Xalq juda ham chiroyli olqishlar bilan qarshi olib, kutib olib, kuzatib qo'ygan. O'shanda tanishganmiz. Mendan 1 yosh katta edilar. Men har doim siz aka deb murojaat qilardim. Ahrorjon deb murojaat qilardim. Sidiqbekni kamtarligi, kamsuqumligi, qolaversa har qanday inson bilan bir xil muomalada bo'lishi bizni ko'pincha qoyil qoldirib kelgan edi. Sidiqjon aka Mahmudovni eslamaslikda ilojisi yo'q. Bu inson avvalo biz Sidiqjon aka bilan hamshaharmiz. Bitta shaharda tug'ilganmiz. Akani yoshligimizdan hurmat qilamiz. Alloh rahmat qilsin, umrlari qisqa ekan. Bu inson haqida gapirish mumkin, vaqt yetmasligi mumkin. Bu insonni o'zini davrini Sidiqjon aka bir chiroyli qo'shiqchisi bo'lgan. Qolaversa u insonda o'zini ashaddiy muxlislari hozirgacha bor. Akani o'zimiz ham yoshligimizda qo'shiqlarini xirgoyi qilib yurganmiz. Akani ijodlarini hurmat qilardik. Sidiqjon akam bilan endi xalqimizni ko'p yaxshi kunlarida birgalikda xizmat qilganmiz Qo'qonda. Shu O'zbekistonimizning ko'p joylariga ham birga yaxshi kunlar, xalqimizni yaxshi kunlarda xizmat qilganmiz. Nima deyishim mumkin, bu insonni umrlari qisqa ekan, lekin bu insondan shu mana xalqimizga yaxshi qo'shiqlarni yaratishgan. Shu qo'shiqlarni nima deyman, shu umri boqiy bo'lib, shu xalq eslaydi. Sidiqjon aka bilan yoshligimizdan qadrdon xonadonlarimiz, oilalari bilan biz yoshligimizda madaniyat uyida maqomchilar ansambli tashkil etilgan. Ustoz Muxtorjon Murtazayev rahbarliklarida hamda qo'shiqchilik estrada yo'nalishidagi ansambllar tashkil etilgan. Biz o'shanda kichkina bolalar ansamblining ishtirokchi edik. O'sha madaniyat uyida Sidiqjon akam o'zlarini alohida ovozlari bilan, ijodlari bilan shahrimizga tanilgan, shahrimizni xalqini yuragidan joy olgan hofizlardan edilar. Mana Sidiqjon akani Bahromjon akam ustozlik qilganlar. Men ham Bahromjon akamga shogird bo'lganman, Sidiqjon aka ham. Xalqni mehridan, yuragidan joy olish san'atkor uchun katta baxt. Yaxshi nom qoldirishlikda o'zi, mana chiroyli qo'shiqlari bilan, izlanishlari bilan, ijodlari bilan el yurtni yuragidan joy olgan ekanlar. Hamisha qalbimizdalar. Ko'plab qo'shiqlari mana ibrat bo'ladigan qo'shiqlar, muhabbat haqidagi qo'shiqlar, vatan haqidagi qo'shiqlarni betakror inson sifatida ham, san'atkor sifatida ham o'sha qachon ko'rsa, Mirzo sen poytaxtda yuribsan, uka, shu borishim kerak, nimadan boshlashim kerak, o'sha o'zlaridan yoshlardan ham shu maslahat so'rashib, mana shu hamma bilan birdek mana shunaqangi o'zlarini bir xuddiki hali hech narsa boshlamaganday, xuddi hammasini yangitdan boshlaydigandek gapirishardi, lekin o'sha taxalluslari sidiqcha bo'lsa ham o'sha insonlar qalbida, muxlislar qalbida ulkanlashib borganini o'zi sezmas edi. Bu ham bir kamtarlikning bir dalolati deb bilaman. Uning yo'li yaratgan maktabidan g'oyibona ilhomlanib ijodini boshlagan san'atkorlar talay edi. Ustozimiz Sidiqjon Mahmudov nihoyatda bir yaxshi hofizdilar. Yoshligimizdan bilardik. Mana joyga to'yga kelibdilar
Sidojon Mahmud to'yga kelishibdi desa, borib tomosha qilardik. O'zlari ham davrada jo'shib turardilar. Hamma bilan katta kishi bilan yaxshi edilar. Endi umrlari oz ekan, Xudo rahmat qilsin. Oilalariga sabr bersin Xudo. Hamisha mana shu shogirdlar biz orqalaridan duodamiz hamisha. Nafaqat xonandalar, balki sozandalarga ham mahoratli bo'lish saboqlarini o'rgatgan. Shu Sidoq akam bilan mana 90-yildan shu 22 yil bo'libdi birga ijod qilganimizga. 22 yil ijod qildik. Bu odamni ijodga juda chanqoqlik nimasi bor edi. Shu Sidoq akam bilan uchrashgandan keyin asosiy ijodimiz keyin boshlangan. Ungacha endi o'sha sal bu yo'nalishlarni yaxshi tushunmasdik-da. Shu Sidoq akamga o'tgandan keyin ijod nima, ishlash qanday, bu san'atni nimasini o'shanda o'rganishni boshladik-da. Juda talabchan inson edilar-da. Shu to'xtamay ishlardik. O'zlarini qo'shiqlarini hech qachon eshitmasdilar. Shunda qo'shiqlarini qo'yib, bu dunyoga mehmonmiz do'stlar, Allohdan jon qarzim bor, karvon ko'p rizqi bo'lak degan qo'shiqlarni takror eshitishyapti. Men endi Sidoq akamiz Zulayho degan shu yoshligimda eshitgan qo'shiqlarni juda hurmat qilib, yaxshi ko'rib eshitardim. Aka, shu Zulayho qo'shig'ini eshitaylik desam, to'xtab tur g'ayrat. Mana bu yerda juda chiroyli bo'lganda bu qo'shiqlarimiz. O'zimga ham misol ma'qul tushgan, hayotimda mana bu hayotim bu qo'shiqlar. Balki bu dunyoga mehmonmiz do'stlar. Nodir ikkovlaring juda chiroyli qilib, musiqa bilan she'r bitta dunyoga kelgandek bo'lganu, ijroni ham endi xalqqa manzur bo'lishiga ham endi ko'pchilik uchimiz ham mehnatimiz bo'lgan deb bir yaxshi gaplarni aytib o'tirishdi. Boshqa san'atkorlar qatori Sidoqjon ham meni o'z ustozlaridek qabul qilib, nihoyatda o'zlarini yaqin olardilar. Meni o'zim ham nihoyatda u kishini juda hurmat qilardim. Chunki Sidoqjon ijro etgan qo'shiqlarni televideniya orqali davralarda eshitib, bu yigitni o'zini yo'li, o'zini ovozi, o'zini san'atdagi o'rni bor edi. Betakror. Chunki har bitta ijro etilgan qo'shiq mavzusiga qarab turib ohanglarni ham tanlardilar. Ayniqsa ona haqidagi qo'shiqlari, insoniy fazilatlarni madh etuvchi qo'shiqlari. Mana shu qatorda sevgi haqidagi qo'shiqlari ham nihoyatda mazmunlik, matnlar ham nihoyatda voyaga yetgan mazmundagi asarlarni ijro qilardilar. Sidoqjon Mahmudov haqidagi ko'rsatuvni tayyorlash jarayonida shunga amin bo'ldimki, Sidoqjon Mahmudovning barcha kasbdoshlari, do'stlari, ustozlari va shogirdlarining fikrini tinglamoqchi bo'lsak, bugungi ko'rsatuvimizning vaqti yetmasligi ayon bo'ldi. Shu munosabat bilan barcha qadrdonlarni san'atkorning qabrini ziyorat qilishga taklif qildik. Va ular bunga xayrixohlik bilan javob berdilar. Dünya shunday vafosi yo'q dunyodir. Dardlarga bir davosi yo'q dunyodir. Dünya shunday vafosi yo'q dunyodir. Dardlarga bir davosi yo'q dunyodir. Goh otda, goh piyoda o'tdingiz, nurli
dunyodir. Dunyo ko'rgan bir yigitsiz bo'lar, baland tushgan sor burgutsizcha bo'lar. Dunyo ko'rgan bir yigitsiz bo'lar, baland tushgan sor burgutsizcha bo'lar. Omadni ham ofatni ham ko'rdingiz, ko'z yoshlari sel bulutsizcha bo'lar. Goh otda goh piyoda o'tdingiz, nurli nurli ijlos yo'q dunyodir. Asrab muxlis degan minglab ko'stimor berdi. San'at ichra sizni ardoqlab asrab. Oxirgi yozgan qo'shiqlarimizdan biri ey siz tani sog'lar, bemorlardan hol so'rang degan qo'shiq yozildi. Endi qo'shiqda she'rini avval o'qiganimda mana shu nima ham so'zlar ham bizga hozir kerak ekan, mana shu mavzu ham dolzarb mavzu ekan deb yozildi. Lekin bu yozilganda buni Sidiq akamga men yoqadi deb o'ylamadim yozilgan payt. Endi taqdir taqozosi bilan Sidiq akam shuni eshitib qoldilarda, shuni men aytay deyishdi. Keyin men avval ozgina o'ylandim, Sidiq akamga shartmikan shu qo'shiqda aytishdi. Endi bilsam bu o'sha shu qo'shiq menga yoqdi deganlarini o'zida ancha voqea bo'lgan ekan. Har ishda javob ertaga chiqadi degandek, mana bugunlikka kelib har ishda javob chiqadigan bo'lsa, shu mavzu balki shu qo'shiqda yozib o'zimiz ham uncha ta'sirlanmagandirmiz. Demak bizga ey sizlar o'zlaring aytyapsizlar shu so'zda. Ey siz tani sog'lar, bemorlardan hol so'rang. Sizlar shuni aytyapsiz, lekin hali tushunib ulgurganlaring yo'q. Hali ham bo'lsa kechmas. Ey sog'lar, bemorlardan hol so'rang deb Sidiq akam aytmoqchi bo'lgan ekan. Shu qo'shiq yozildi. Endi yaxshi ham yozilgani, yaxshi ham shu mana bugungi kunda bizni boyligimizga aylandi. Va yana ko'p qo'shiqlar yozdik, lekin mana shu oxirgisi biz uchun ham ta'sirli bo'ldi. Menimcha o'zlariga ham juda yoqqan edi. Shu oxirgi kelishgan paytda bu tayyor emas edi. Muzikalar tayyor emas edi. Bu bemorlardan hol so'rang degan qo'shiqda shu nimagadir kelib shu qo'shiqda aytkim kelyapti deb qolishdi-da. O'sha oxirgi paytlar kelishganda o'zi oxirgi aytgan qo'shiqlari ham o'sha bo'ldi zapiska. Shuni bilmadim endi nima majbur qilgan shu qo'shiqda aytishga. Shuni qo'ydim. Ey siz tani sog'lar, bemorlardan hol so'rang. Ey siz tani sog'lar, bemorlardan hol so'rang. Sog' yurib kayfi chog'lar, bemorlardan hol so'rang. Sog' yurib kayfi chog'lar, bemorlardan hol so'rang. Guldek ochilib so'lmang, nagah hasratga to'lmang. Ulardek xasta bo'lmang, bemorlardan hol so'rang.
ulardek xasta bo'lmang, bemorlardan hol so'rang, bemorlardan hol so'rang. Har bir san'atkorni xalqqa tanitgan o'z qo'shig'i bo'ladi. Shunday ekan, sizni elga mashhur qilgan nurli qo'shig'i haqida gaplashsak, bu qo'shiqni yaralishi jarayoni qanday bo'lgan? Bu qo'shiqni shoiri kim? Shu haqida muxlislarimizga gapirib bersangiz, marhamat. Rahmat Dilshodjon, bu qo'shiq meni viziting kartochkam ham bo'laveradi. Chunki kim tabib deydi. Boshdan o'tgan tabib albatta. Shu yoshlik yillarimizda shu mavzu, shu muhabbat, sevgi, muhabbat mavzusiga ishimiz tushgan paytda, shu navqiron yoshda edik. 85-yillar atrofi edi, hali tug'ilgan yo'q edi bu qo'shiq. Sharq yulduzi degan jurnal bo'lardi o'sha paytda. Ijodkor do'stlarimiz bilan varaqlab shu she'rga ko'zimiz tushib qoldi. Endi men bo'ydoq payt edi. Unda o'zingizdan qolar gapi yigitchilikda bir shu davrlarda bir bo'lar ekanda, endi sevgi, muhabbat degandek. Shu jizzalarda shu she'r. Keyin men Nodirjon akamga aytdim, shuni qilaylik. Xo'p aka dedi, bastalab billa shu qo'shiqni xalqqa taqdim qildik. 86-87larga taqdim qildik. Arada 1 yil, 2 yil o'tdi. Keyin bilsak, shoiri Muhammad Rajab degan rahmatli bo'lib ketdilar, yaqinda o'tdilar. Yoshroq yigit edilar. Surxondaryo tomonidan radio komitetda ishlashar ekan Toshkentda. Keyin biz bir Drujbada 93-yillar bir konsert bo'lganda, galla konsert bo'lganda, shunda shu yerga kelishdi shu shoir. Shu yerda birinchi marta ko'rganman. Demak, shu she'rni jurnaldan olgandan keyin 5 yil, 6 yildan keyin shoir bilan ko'rishganman. Bir oddiy soddagina insondilar. Aqdiyam shunaqa bir mavzu, muhabbat mavzusi o'sha yoshlarida boshlardan o'tgan ekan. Shu paytda yozgan she'rlari bo'lgani uchun u insonni ham shu yoshida, shu boshidan o'tib turgan vaqtda, meni ham shu yoshimda, o'sha navqiron yoshimda boshimdan shu sevgi muhabbat o'tib turgan paytda aytilgan bo'lgani uchun bu qo'shiq emas, bir asar desam ham bo'laveradi. Kattalik bo'lmasin. Majnun toldek boshginangni egmagil jonim, ko'zlaringdan yoshginangni to'kmagil jonim. Majnun toldek boshginangni egmagil jonim. Ko'zlaringdan yoshginangni to'kmagil jonim. Endi qayta uchrashmasmiz, kutmagil jonim. Nurli nurga cho'mgan bir xayol bo'l, o'z yoriga sadoqatli bir ayol bo'l. Nurga cho'mgan bir xayol bo'l, o'z yoriga sadoqatli bir ayol bo'l. Ohlar ursan tog'lar toshib, kulaklar ketdi. Ostonangdan bir mard yigit yig'lablar ketdi.
dardlarini kuylarga ulablar ketdi. Nurli nurli nurga cho'mgan bir xayol bo'l, o'z yoriga sadoqatli bir ayol bo'l. Nurli nurli nurga cho'mgan bir xayol bo'l, o'z yoriga sadoqatli bir ayol bo'l. Canım o'zing o'ylab darsiz sozlar sozmi jonim. Qo'ygil menem unut ko'ngling buzmagin jonim. Nurli nurli nurga cho'mgan bir xayol bo'l, o'z yoriga sadoqatli bir ayol bo'l. Nurli nurli nurga cho'mgan bir xayol bo'l, o'z yoriga sadoqatli bir ayol bo'l. O'z yoriga sadoqatli bir ayol bo'l. Bir shoir, ijodkor do'stimiz bilan bo'lgan suhbatda u menga shunday dedi: insonni hayoti ba'zida yerda yotgan qog'ozchalik ham emas. Men hayron bo'lib undan so'radim, nega? U esa shunday javob berdi: erta tongda ishga yoki bir yumush bilan ko'chaga chiqqaningizda ko'zingiz bir qog'ozga tushadi. Ishlaringizni bajarib uyga qaytayotgan mahalingizda o'sha qog'ozni o'sha yerda yotganligiga yana guvoh bo'lishingiz mumkin. Lekin erta tongda ko'rgan odamingizni kechga borib ko'rmasligingiz mumkin dedi. Umr g'animat. Yaqinlaringizni, qadrdonlaringizni ehtiyot qiling. Omon bo'ling azizlar. Bajoyitsam xushomad qo'y deb, salom bermay o'tsam gerdaygan atab, har bir qadamni qilasan taqib, nechun o'z holimga qo'ymaysan ey gap. Har bir qadamni qilasan taqib, nechun o'z holimga qo'ymaysan ey gap. Xandon davra qursan do'stlarim bilan, puldor boyvachcha deb yurasan ayblab. Xandon